Kimisi yapmadı ya. Degan erkakman ushlab olganman bu qizni. Ushlab olgan. Unga qiladigan narsalarimni biror qizini qilmayman. Hozir ishdan ket desangiz ariza yozaman chiqib ketaman. Bu nima qilsa qaqa borsa boraversin. Bu degan erkakman ushlab olganman buni. Nimaga meni zinoda ayblayapsizda? Nimaga meni pul olganlikda ayblayapsiz? Nimaga meni ayting? Nimaga? Siz kecha efirda aytyapsiz, kecha mana bunday efirda 4 ta odam keltirmaguncha zinoda ayblash kerak emas siz. Nimaga o'zingizni xotiningizni zinoda ayblayapsiz? Nimaga? Ben sen gapiryapman, tushunish xohlamayapman. Hozir sen gapni tushunish xohlamayapsan. Men undan informatsiya olish uchun seni yomonlayman deb aytganman senga. Seni men zinoda ayblayotganim, men yo'q, to'g'ri oilamda yashamayapsiz ham dedim. Nimaga aytyapsan buni? Yo'q, hop 4 oydan beri hop yashamayapsiz. Ha, nimaga aytdim shuni? Sen yashayapsan-ku. Hop nimaga zinoda ayblaysiz? Sen buni nimaga aytyapman? Men qayerdan bilaman? Ha, uni aldayapman. Undan informatsiya olishni aytyapman. Ay, kunjik topqo'yingiz. Yolg'on gap deyapman. Lovirpak anaqa dushanba kuni olib boraman deb yuziga qo'yib qo'yaman deyaptilar. Yolg'on gap deyapman senga. O'zingizni qayerdan yozaman? Yo'q, yolg'on gap gapirganman unga deyapman. Senga aytganman buni. Hozir sen Hop, meni uyimdagilar shuni tushunmayapti-da. yo'q, sen chunki tushunmaslik uchun povod beryapsan. Nima? Senga aytgan uni. Men ruxsat bergan. Ay, kunjik topqo'yingiz. Yolg'on gap deyapman. Lovirpak anaqa dushanba kuni olib boraman deb yuziga qo'yib qo'yaman deyaptilar. Yolg'on gap deyapman senga. O'zingizni qayerdan yozaman? Yo'q, yolg'on gap gapirganman unga deyapman. Senga aytganman buni. Hozir sen Hop, meni uyimdagilar shuni tushunmayapti-da. yo'q, sen chunki tushunmaslik uchun povod beryapsan. Nima? Senga aytgan uni.